Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Nuriddin Ergashev kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, bugun siz bilan biz ajoyib chechevitsa mahsulotida sho'rva tayyorlaymiz. Ozdiruvchi, juda ham ozishligimizga yordam beradigan, buni kaloriyasi juda ham past va ozdiruvchi. Agar meni kanalimda yangi bo'lsangiz do'stlar, videolarimni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, men yaqin 2 yilgacha 120 kg ves bilan kelganman. To'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yib, to'g'ri ma'lumotlardan foydalanib 120 kg dan 90 kg ga tushganman. Ya'ni 30 kg ves yo'qotganman. Ana shuni opa-singillarimiz bilan, aka-ukalarimiz bilan tajribalarimni bo'lishib kelyapman. Kanalimda yangi bo'lsangiz do'stlar, obuna bo'ling, bizni kuzatib boring. Agar siz ozishlikni boshlamoqchi bo'lsangiz, qayerdan boshlashni bilmay turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling do'stlar. Bizni chiqargan videolarimizni, juda ham ko'p videolarimiz ozishlikka oid. Shularni bir boshdan ko'rib chiqing. Xudo xolasa bundan buyog'iga yana biz ozishlikka oid ko'plab video chiqaramiz inshaalloh. Bularni ham kuzatib borasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, bizning chiqargan videomiz birinchi bo'lib sizga boradi. Uning uchun obuna bo'lishingiz kerak. Ko'plab kommentariyalarda o'qidim, menyularda chechevitsani tuzib bersam, ko'p kishi aytayapti, chechevitsa nima u, qanaqa tayyorlanadi, nima ovqatlar qilib yesak bo'ladi chechevitsadan dedi. Shu kommentariyalarga oid xudo xolasa bugun chechevitsadan yaxshi sho'rva, kaloriyasi kam sho'rva qilib ko'rsataman. Videodan uzoqlashmang do'stlar. Ana shu sho'rva qilayotgan jarayonida yana 5-6 ta ma'lumotlarni aytib ketaman. Demak do'stlar, bizga kerak bo'ladi 1 dona bolgarskiy, 3 dona pomidor, sizda kattaroq bo'lsa 1 dona, menda pomidor chili, 1 dona piyoz, o'rtacha 2 dona sabzi, 2 dona kartoshka, 200 gram tovuq go'shti. Mol go'shti ham ishlatsangiz bo'ladi. Tovuq go'shti foydaliroq, esdan chiqarmaymiz. Bunda oqsil ko'p, biz ozishlikda oqsil ko'proq yeyishimiz kerak. Chechevitsa. Bu hozir yashili, bugun yashilidan tayyorlaymiz. Buni qizil, xohlasanglar kommentariyada qoldirsanglar, xudo xolasa qizilni ham tayyorlab ko'rsataman. Ikkalasi pishishi farqi har xil bo'ladi. Masalan, bu uzoqroq pishadi, mana bu tezroq pishadi. Buni hali video davomida buni qachon solish kerak, buni qachon solish kerak aytib o'taman. Xudo xolasa 2 litr suv olasiz do'stlar. Bu yerda 2 litr suv bor hozir. Hozir qo'yamiz. Mana tagini yoqib qo'ydi. Bu qaynaguncha biz hozir sabzi, piyozlarni archiq to'g'rab olamiz hozir. Qaynaguncha suvimiz qaynaguncha ozini yoqamiz, 0 ga tushirib olamiz. Bu chashkamizni 0 dan hisoblaymiz. Tak, 0 dan hisoblaydi. Hozir bir chashkani ko'p kishida tarozi yo'q boshlanishida. Hozir mana shu sizga chashkada o'lchab beraman, qancha miqdorda ya'ni kerak. Qancha bir chashkani to'ldirib olamiz. Do'stlar, bu pachkamizdagi ozroq даже yetmadi ham, yarim stakandan ozroq bo'ldi. 2 litr suvga juda ham yaxshi tayyor bo'ladi. Demak, 173. Siz 200 gram olasiz, menda 173 bo'ldi. Ha, siz 200 gram olasiz, shundaysiz. Demak, boshlaymiz hozir do'stlar. Mana buni hozir suv qaynaguncha sabzi, piyozlarimizni to'g'rab olamiz va bir boshdan boshlaymiz. Demak, suvimiz qaynadi. 1 choy qoshiq tuz solamiz va go'shtimizni solamiz. 200 gram tovuq go'shtini. Tovuq go'shtimiz bir qaynab oldi. Sudagi ko'piklarni olib tashlaymiz do'stlar. Demak, piyozni solamiz. O'sha bitta to'g'ragan piyozni, mana shu shaklda to'g'ragan piyozimizni solamiz. Do'stlar, endi buni yuvib keldik. Endi chechevitsani solamiz. Yuvilgan chechevitsani. Buni hozir solmasangiz, bu juda ham uzoq muddat qaynaydi. O'shaning uchun go'sht bilan piyozni solganingizdan keyin darhol buni solmasangiz, pishmay qolish ehtimoli ham bor. Sal dolga qaynaydi bu. Mana bu esa qachon sabzini solgan paytingiz, bu tez pishar, bu sarig'i. Bu yashili esa sal uzoqroq pishadi. O'shaning uchun salgina ertaroq tashlash kerak qozonga. Do'stlar, demak, taymerni 20 minutga qo'yamiz. 20 minut qaynaydi, ustini yopib qo'yamiz. Hozir endi pomidor bolgarskiyni to'g'raymiz. 10 minutdan keyin bunga solamiz, hozir qo'shamiz pomidor bolgarskiyni. Do'stlar, demak, ko'rib turganlaringdek 13 minut vaqt o'tdi. Bu yoqda 7 minut qoldi taymer. Endi piyoz bilan bolgarskiyni soladigan vaqt keldi mana. Solamiz. Endi hamma har xil pishiradi do'stlar. Sizlar o'zlaringiz usullaringda pishirishlaring mumkin. Albatta, opa-singillarimiz bor, professional oshxonani ishida baribir povurlarimiz ko'rib turgandir. Sizlar o'zlaringiz usullaringda albatta pishirishlaring mumkin. Buni masalan qanday qilib pishirishni bilmaganlarga bu video darsi do'stlar. Oramizda masalan minglab odamlar ko'radi. Kimlardir chechevitsani birinchi marta eshitgandir. Men ham oldin vaqtida ishim tushmasdan oldin mana shu ozishlikka chechevitsadan umuman foydalanmaganman. Mana shu ozishlik davrida foydalanib, mana shunaqa chiroyli ovqatlar qilib, mana qarang, tabiiyda bu. Mana sizga Fator, mana sizga Herbalife, mana bu narsa toza ozdiruvchi, ya'ni tabiiy ovqat inshaalloh. Buni yana xudo xolasa bu hozir 6 minut o'zini me'yorida pishsin, undan keyin sabzini solamiz inshaalloh. Do'stlar, ozuvchilarga zo'r manzara, bir burchakdan bego'ydorishga tursa, bir burchakdan televizor tursa, ya'ni o'zingizga yoqqan filmlarni ko'rib, bu yoqda ham ustida yurib, kaloriya sarflasangiz, ham ozsangiz, ham film tomosha qilsangiz, vaqtingiz bekorga sarflanmaydi-da. Imkoniyat sizda bo'lishi mumkin. 25-mart kuni marafon e'lon qilyapman, 1 oylik. Kim ko'p og'ir vazn tashlasa, o'sha kishiga xuddi mana shunaqa bego'ydorishga olib borib beraman. Xuddi mana shu joydan, uchot kuchligidan zo'rdan olib borib beraman. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa, marafonga ishtirok etib, ishtirokchilarning orasida ko'proq vazn tashlashingiz kerak. Yarim kilogramm bo'lsa ham bo'ldi. Marafonimiz 1 oy bo'ladi do'stlar. Marafonimiz narxi atiga 120 ming so'm. 25-mart kuni start beriladi. Ro'yxatga olish boshlangan uje. O'tgan kuni ham video qilgandim. Ulgurib qoling, joylar soni cheklangan do'stlar. Harakat qilamiz qatnashishga marafonga. Va xuddi mana shunaqa bego'ydorishga kattasidan sizniki bo'lishi mumkin. Vibratsiyasi bor, komplektida gantellari bor. Xuddi mana shunaqasini olib borib beraman. Davay, sizlarni marafonda kutaman. Harakat qilinglar, ulguringlar ro'yxatdan o'tishga. Marafonimiz narxi 120 ming so'm. Kommentariyada silka qoldiraman. O'tib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi shu silka orqali.
Do'stlar, YouTube statistikani qarasam, bor yo'g'i bizni 26% kishi obuna bo'lib ko'rar ekan, 74% kishi obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Obuna tugmachasini bosib qo'ying do'stlar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Bizning chiqargan videomiz birinchi bo'lib sizga yetib boradi va to'g'ridan-to'g'ri ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Like bosishni unutmang. Sho'rvani davom ettirishni boshlaymiz bo'lsa. Demak do'stlar, bu umumiy 20 minut qaynadi. Go'sht, ya'ni chechevitsa, bu hozir pomidor bolgarskilarga bu minut bo'ldi. 8 minut bo'ldi. Mana hozir 1 minut qoldi qarang buni limitiga. Ya'ni endi sabzini solamiz endi. 20 minut qo'ydik. Shunday qilib mayda-mayda qilib olsalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Har bir qoshig'ingizga sabzilashadi, ya'ni bu natural vitamin. Mana shundan qilib yesanglar do'stlar, obedga, ujin, perkuslarda, zavtrakka ham farqi yo'q. Bir qozon qilib 5 mahal yesangiz ham farqi yo'q. Juda ham foydali narsa bu. Demak do'stlar, bu sabzi o'zini 20 minutini qaynab olsin. Undan keyin 10 minut kartoshkani qo'yamiz. Demak, bizning ovqatimiz tayyor bo'ladi inshaalloh. Demak do'stlar, sabzi ham o'zini 20 minut vaqtini o'tab bo'ldi. Bunda 1 minut qoldi mana. Endi olib, mana qarang, buni qarang, qanday chiroyli pishadi. Mana o'zi juda ham chiroyli bo'lib, o'zi yetilib qoldi. Endi kartoshkani solamiz. Eslatma shu joyda do'stlar. Men eslatib o'tayin, yana kommentariyada savol berishlaring mumkin. Kartoshka mumkin emas-ku parhez paytida deb. Albatta mumkin emas. Bu 2 dona, 2 donani siraz birdaniga yesangiz mumkin emas qaynagani. Buni hozir mana qozon ichiga solasiz va buni endi hisoblaysiz. Masalan, 6 kosa chiqadi mana shu qozondagida endi, например, 5-6 kosa chiqadi. Bunda endi bittada o'tirib yemaysiz-ku. 5 mahalda demak to'g'ri kelyapti sizga kartoshka. Qanchadir bir miqdorda o'shani hisobini olish kerak. Lekin albatta kartoshka yemaslik kerak. Masalan, 2 dona kartoshkani qaynatilganini bittada yemaslik kerak yoki qovurib yemaslik kerak. Kartoshkani atak mana shunaqa 2 dona yoki 1 donadan foydalanishimiz mumkin. Ovqatga, sho'rvaga solsak, masalan, bir kosada bu ko'p bo'lsa 5 bo'lak sizga maksimum tushadi bitta kosada. Mana do'stlar. Buni hozir demak. Xo'p, buni endi 15 minutga qo'yamiz. Kartoshkamizni 15 minut pishirib olamiz. Sho'rvamiz tayyor. Chechevitsadan bugun. Mana 15 minutga qo'ydik, og'zini yopamiz. Do'stlar, demak ovqatimiz ham pishdi. Mana shu ko'rinishda. Asta suv olamiz. Agar siz sal quyuqroq qilaman desangiz, demak 1 litr, 1,5 litr suv solishingiz mumkin. Baribir suv ichgan yaxshi ujin paytida. Mana. Yoqimli ishtaha do'stlar. Mana shunday holda tayyor bo'ldi. Tavsiya qilaman mana shunaqa sho'rva qilib ichishni.